shunda hayotda nima qilamiz? Sotdimi o'yinda shu? Yo'q, o'yin to'g'risini ayting shu. O'yin sotilgan haqiqiy o'yin bo'ldi. Endi kuchi yetmadi, bo'ladi. O'tgan safar Paxtakorda kuchi yetmadi, bu safar yana nechun kuchi yetmadi. Nima qilamiz? Muxlislar uchun ham o'ynash kerak edi, Neftchi, shuncha bo'lish uchun. Muxlislar uchun O'ynash kerak edi. endi nima qilamiz? Bu birinchi mag'lubiyat emas, hech qaysi komanda mag'lubiyatga uchramaydigani bas. Bugun jamoaga nima yetishmadi deb o'ylaysiz? G'oliblik ruhi yetishmadi. Salomat bo'ling. Menimcha shu Paxtakor shu qaytgan hisobga ozgina bolalar qo'yib berishdimi degan fikr bo'ldi. Hamma yo'q joyida, просто do'stona o'yin bo'ldi degan fikrdaman men. Lekin Neftchi yaxshi o'ynadi. Nefsini o'yini da bundan tag'i kelgan komandani ana uradi. Sabab qari o'yinchilar shu. Yoshlarni olib chiqish kerak. Tarkib kuchaytirish kerak, Taktika yo'q, nol xullas. Bo'lmaydi bunaqa o'yin bilan. Albatta bugun Paxtakor bilan bo'lgan o'ziga xos o'yinga mana shuncha muxlis Neftchini qo'llab-quvvatlab tashrif buyurdi. Bugun muxlislarning yonida ushbu jamoa o'zining o'yin uslubi bilan katta xatoga yo'l qo'ydi va ko'plab muxlislarni demak bu o'ziga xos bir qayg'uga soldi. O'yinda umuman sxema yo'q. Menimcha murabbiyni almashtirish vaqti keldi deb o'ylayman. Levchenkoning bu o'yin uslubi umuman bizga tushmayapti. O'yinchilar shuncha yangilandi, lekin haligacha o'yinda o'zgarish yo'q. Markazdan kirishlar yo'q. Markazdan umuman markazdagi o'yinchilar buni o'zini umuman oqlamadi. Qanotlarda ham o'ziga xos bir kirishib ketishlik yo'q. Paxtakor bilan bu o'yin bu umuman hozirgi Paxtakorda darajasidan kelib chiqa oladigan bo'lsak, bu shunchaki Neftchi uchun sharmanda. Bunda murabbiydan tortib top futbolchilarning barchasini aybi bor. Hammasi zimmasiga olib, kerak bo'lsa muxlislardan uzrini so'rab, o'yin uslubini joyiga qo'yib qo'ysin. Hurmatli hokimimizdan va boshqalardan so'rayman, jamoat strukturasini joyiga qo'ysin. Farg'onadan shuncha insonlarning ishonchini, shuncha odamning ishonchini bu oqlamaslik, bu uyat hisoblanadi. Bu Neftchi qadriyatlar jamoasi. Joyiga qo'yib qo'ysin. Havas qiladigan o'yin bo'lmadi, to'g'risi. Neftchi ham uyat. Yaxshilab gapiring, tog'a. Yaxshilab gapiring. O'yinchilarning illigida quvvati yo'q. Sariblarga bitta o'ni g'alata olmadi. Mayli, hammaga omadu, lekin bugun Neftchi yutish kerak edi. Paxtakor yutib ketyapti. Ortiqxo'ja aytdi, hurmat qilamiz, tepada o'tiribdilar. Yana bitta gap, Paxtakorda o'yin chiqib qoldi. O'yin chiqib qoldi. Mana shu o'yinda zo'r chiqib qoldi. Muxlislari bugun Neftchi bilan Paxtakor o'ynadi. Endi omad ham kelmadi deb o'ylayman. Neftchiga xudo xolasa keyingi o'yinlarda g'alaba kutib qolamiz. Rahmat sizlarga ham kelganlaring uchun. Katta rahmat. Yutamiz. Endi shu ham bo'lar ekan, peshanada yozilgan ekan. Nimaga? Neftchi muxlislarga sabr toqat tilaymiz. Lekin jamoa bugun yomon o'ynamadi. Yaxshi vaziyatlar bo'ldi. Prostali trenirovkani yaxshi qilishmagan deyman-da, qarang, zarbalarni osmonga tepishdi. Paxtakorning o'yinini qarang, zarbalarni gol. Har bitta hujum gol, har bitta hujum gol. Asl nimalar ustida ishlashimiz kerak. Mashg'ulotlarni yaxshi olib borishimiz kerak. Jarimalardan tepish kerak. Burchak to'plardan yaxshi gollar urishimiz kerak. Yaxshi o'ynashimiz kerak. Vaziyatlarni ko'kka sovursa, bunaqada chempion bo'la olmaymiz. Shuncha orzularimiz osmonga uchib ketyapti. 2001-yilda bo'lgan Neftchi chempion. Necha yil bo'lyapti mana. Biz ham nimamiz oqarsin. Osmonimiz safo bo'lsin, yutsin endi. Shunday o't ketmasmiz dunyoda Neftchi chempion bo'larmadi deb. Xudo xolasa yutamiz. Yangi Tigo 7 Pro. Cherry avtomobillari ichida eng ko'p sotilgan modeli. Rasmiy dilerlik markazlarida bepul haydab ko'ring.